Ko'pchilik odamlar o'zlari topmagan pullarni o'zlariga foydali bo'lmagan maqsadlarda, o'zlari yoqtirmaydigan insonlarga yoqish uchun sarflaydilar. Kuni bilan ishlaydigan odamning pul topishga vaqti bo'lmaydi. Omad kelmaydi, omadga boriladi. Hayot sahna asariga o'xshaydi. Uning qancha davom etishi emas, qanchalik qiziqarli ekanligi ahamiyatli. Agar pul qalbingda emas, qo'lingda bo'lsa, qanchalik ko'p bo'lmasin, senga zarar yetkazmaydi. Lekin pul dardi qalbingni egallagan bo'lsa, bu aniq senga zarar keltiradi. Hatto qo'lingda sariq chaqa bo'lmasa ham. Hayotingdagi har bir omadsizlik, har bir muammo va yo'qotishlarni qat'iyat va chidamlilik saboqlari deb tushun. Biznes do'stlikka asos solsa yaxshi, ammo do'stlik orqali biznesga asos